o'ziga o'zi nikoh o'qish tartibini aytib o'ting. Ya'ni o'ziga o'zi nikoh o'qish deyotgan birinchi bu gapni voqeasini tushunib olaylik. Ko'pchilik o'ziga o'zi nikoh o'qish desa voqeasini ham tushunmaydi. Nikoh bitim. Ikkala tarafdan bitim tuziladi. Bir taraf unga rozi bo'lsa, ikkinchisi buni qabul qiladi. Shu bilan erkak taraf bilan ayol tarafning o'rtasida bir-birini bog'laydigan bitim paydo bo'ladi. Bu bitim nikoh bitim. Nikoh bitimi uchun shart bo'lgan narsalar nima desa, birinchi bo'lgan shart o'sha ijob qabul keladi. Keyin mana shu ijob qabulga ikkita musulmon erkak guvoh bo'lish kerak. Agar ikkita musulmon erkak bo'lmasa, bitta musulmon erkak bo'lib ikkinchisi yo'q bo'lib qolsa, o'rniga ikkita muslima ayol guvoh bo'ladi. Mana shu holatda ikkalasini o'rtasidagi rozi rizolik kimdir so'rashi orqaligimi yoki bevosita ikkalasi bir-biriga aytibmi, bunisini farqi yo'q. Agar ikkalasini nikohdan to'sadigan bir moneliklar bo'lmasa, boshi ochiq bo'lsa, ya'ni ayol kishining boshi ochiq, erkak kishini to'rttaga yetib qolgan xotini bo'lmasa, mana shu paytda ikkalasi rozi rizoligini aytadi. Ya'ni bittasi rozi bo'ladi, ikkinchisi buni qabul qiladi. Ya'ni shu ijob qabul deydi. Mana shu ish sodir bo'lsa, ikkita musulmon odam shunga guvoh bo'lib turgan bo'lsa, yana shartlardan bittasi, agar qiz bola bo'ladigan bo'lsa, albatta uni valiylari ruxsat bergan bo'lsa, ya'ni mana shu vaziyat paydo bo'lgan bo'lsa, nikoh bo'lgan hisoblanadi har ikkalasidan. Endi uni alohida bir odam kelib turib, siz tegishga rozimisiz, siz buni qabul qildingizmi deydigan odam bo'lish yo bo'lmasligini qizig'i yo'q. Ya'ni ikkalasi bir-biriga shu so'zni to'g'ridan to'g'ri o'zi aytsa ham, masalan, erkak kishi ayol kishiga aytsa, siz menga tegishga rozimisiz desa, uchinchi birov so'raydigan odamning o'rniga yerda o'zi aytayapti. Siz menga tegishga rozimisiz? Mana shu guvohlar, mana shu mahrni, mana shu shartlarni deb hamma narsani eslatib turib, shu narsalarni evaziga ikkalamiz o'rtada shar'iy bitim tuzyapmiz. Ya'ni nikoh bitimini. Siz menga tegishga rozimisiz ayol bo'lib desa, haligi ayol ham roziligini bildirsa, erkak buni roziligini qabul qilsa, bo'ldi, mana shu shar'iy nikoh bo'ladi. Endi vallohu alam o'ziga o'zi nikoh o'qish deyotganda shuni qasd qilayotgan bo'lsangiz agar. Chunki avvalda bir shunaqa mavzular bo'lgan mahalda, ya'ni O'zbekistonda ba'zi bir ikkinchi ayollikka nikoh o'qiyotgan odamlarni, domlalarda obar 15 ga qamab yo shtraf solayotgan mahalda juda odamlar muammosini nima qilib yechishni bilmay shunaqa ahvolga tushib qolgan paytida ularga yechimini aytgan edik. O'zi birov kelib o'qib berishi sizlarga, ya'ni o'qib beradigan u qanaqadir kitob emas, qanaqadir narsa emas. So'rab qo'yish kerak uni. Har qanaqa odam so'rasa bo'laveradi. Hatto musulmon bo'lmagan odam ham so'rasa ikkala tarafdan bo'laveradi. Payg'ambar alayhisolamning nikohlari nikoh bo'lgan. Nikohini o'rtada so'ragan odam kim edi desa, Abu Tolib mushrik edi. O'lguncha mushrik bo'lib yashab, mushrik bo'lib o'lib ketgan. Shu mana shu mushrik odam Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamizni nikohlarini qilgan. Shuning uchun o'rtadagi so'rovchini ahamiyati yo'q o'zi. Endi bir solih, yaxshi odam kelib, yaxshi duolar bilan ularni bir yaxshi bir Alloh ularga bir eslatadigan narsalarni eslatib turib qilsa, yana ham nikohni bazmi chiroyli bo'ladi, lekin nikoh uchun shart emas. Nikoh uchun ikkalasining rozi rizoligi, ya'ni ijob qabuli shart. Shuning uchun o'qiydigan odam topilmasa, yo qo'rqsa, o'qib qo'ymayman deb chiqib olib sudda tavba qilishyapti, qaytib ikkinchi men nikoh o'qimayman. Mutlaq aybdor bir katta bir jinoyat qilib yuborgan odamday. Men o'qidim, keyin yana chiqsa yana musulmonlar orasida bir-biridan so'rab qo'yaman. O'zi o'qiydigan o katta bir mas'uliyatli ish emas u, lekin so'rayman, chunki o'zi ikkalasi rozi bo'lib keldi buni haligi. Hamma mas'uliyatni shu so'raydigan odamga qo'yib qo'yishadi bugungi kunda. O'y, sen so'rayapsan. Bu o'zi so'rasa so'ramasa ham ikkalasi er xotin bo'lib oladigan darajada keldi. Shuning uchun osonroq bo'lsin sizlarga. Ya'ni yana bitta odamni olib 15 ga qamatmasdan
ana shu so'raydigan narsani kuyovni o'zi kelindan so'rasa, menga tegishga rozimisiz? Mana guvohlar bor, mahlis tayin qilindi, moneliklar yo'q, valiylari rozi, tegishga rozimisiz desa, roziman desa, bu ham qabul qilsa bo'ldi, nikoh bo'ladi. Alloh alam, o'ziga o'zi nikoh o'qish deyotgan narsani agar shuni qasd qilgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videolarimiz tez chiqib turishini istasangiz videoga like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Videolarimizni boshqalarga ulashing. Albatta ulash uchun ham amal qilganlik savobini oladi inshaalloh.